Aqida ilmida muhtaram azizlar ikkita mo'tabar imom bor. Birlari Imom Ash'ari, ikkinchilari Imom Maturidi. Imom Ash'ari Shofi'i mazhabida, Imom Maturidi Hanafi mazhabida edilar. Bular haqida juda ham yuksak e'tiroflar bor. Ulug' ulamolar, mujtahidlar bularni e'tirof qilgan. Jumladan Imom Ibn Hajar Haytami aytadilar: "Al-muradu bis-sunnati ma alayhi imama ahli sunnati wal jama'ati al-Shaykh Abu al-Hasan al-Ash'ari va Abu Mansur al-Maturidi." Demak, bu zot aytadilar: ahli sunnadan murod ahli sunnaning ikkita imomidir. Shayx Abul Hasan Ash'ari va Abu Mansur Maturidi deganlar. Demak, shu ikkalasi nimani tashkil qiladi? Ahli sunnaning mo'tabar imomlari bo'ladi. Hofiz Murtazo Zabidi aytadilar: "إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشعرية والماتريدية." Bu kishi aytdilarki, agar ahli sunna val jamoa degan ibora ishlatilsa, undan murod ash'ariylar va maturidiylar bo'ladi deganlar. Ahli sunnaning ikkita imomi, mo'tabar imomi. Demak, mana shu zotlar ahli sunnaning imomlari hisoblanadi. Ijtihod qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, xulofoi roshidinlar, sahobalar yo'llarining aqidasini, tizimini bitta shaklga, ya'niki kitob shakliga keltirib, osonlashtirib bergan zotlar hisoblanadi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Fa iza ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bis-sawadil a'zam." Agar sizlar ixtilofni ko'rsalaring, o'zlaringga katta qorani lozim tutinglar. Katta qora degani katta jamoani o'zlaringga lozim tutinglar deganlar. Ixtiloflar ko'payib ketadi. Chunki har xil fikrlar paydo bo'ladi islomda. U yoqdan bittasi gapiradi, bu yoqdan bittasi gapiradi. Nima qilish kerak? Yechimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib berdilar. O'shanda o'zlaringga katta jamoani lozim tutinglar. Katta jamoa 4 ta mazhab. 4 ta mazhabda yurganlar katta jamoa hisoblanadi. Mana ahli sunna katta jamoa hisoblanadi. Hozirgi kunda ba'zi bir buni tushunmaganlar chetda turib Imom Maturidiy kim adashgan, Imom Ash'ariy kim adashgan degan gaplarni gapiryapti. U bechoralar o'zlari bu narsaga hali yetib boralgani yo'q. Bu maqomni ko'rmagan. Buni noto'g'ri ustozlaridan talqin qilib olgan gapiryapti. Bularni qilgan ishi, bularni dalillari qayerdan olinganligi, bularning asosi nimaga tayanganligini borib yaxshilab o'qib ko'rsa, ko'proq o'qisa biladi.